o'sha xizmatlari bor-da bularni. Tish oqartirish, chiskalar, tozalashlar, keyin breketlar o'rnatish, tishlar qo'yish, oq keramika tishlar, sirkon keramika, vinirlar qo'yishlar bor. Implantatsiya ham qilyapmiz, implantlar ham o'rnatamiz. Tish yog'i joylarni implantlar bilan o'rnatib, tish qatorlarini tiklash amaliyotlarini ham bajaramiz. Yosh bolalarga 14 yoshgacha bo'lgan bolalarda yosh bo'lgani uchun ularga protezlash amaliyotlarini ham bajaryapmiz. Ya'ni tishlarni profilaktikasi, ya'ni bolalarda shu yoshligidan protez qo'yishga yosh bolalarda vaqtidan oldin tishini oldirsa yoki vaqtidan kech tishlari tushadigan bo'lsa, tishlari qatori buziladi, qiyshaysh boshlanadi. Shunga jag' bilan muammolar bo'lishi mumkin. Tish qatori bilan ularda protezlash amaliyotlari o'tkaziladi. Birinchi bu qachongacha tezda breket qo'yilmaydi. Birinchi protezlash amaliyotlari bajariladi. Protez orqali tish qatorlari jag'dagi muammolarni hal qilish amaliyoti o'tkaziladi. Ularga tezda breket qo'yish mumkin emas. Shuning hisobi protezlar yo'li orqali ularni tishlarini qatorlarini to'g'rilab o'zini holatiga olib kelish mumkin. Chunki bolalardan boshlanadi bizdagi tishlarimizdagi muammolar hammasi yoshlikdan boshlanadi. O'sha yoshlikda agar tishlar kariesga uchrab, tez tushib ketadigan bo'lsa yoki vaqtiga tushmasdan uzoq muddat saqlanib tushib tursa agar, u keyin doimiy tishni qiyshiq holatda chiqishiga, joyidan kelajakda o'z o'rnida yurishga, qo'lni bekitib yurishga sabab bo'ladi. Shuning uchun men maslahat berardim o'sha oilalarga, teletomoshabinlarning barchasiga, yoshlarga juda ko'p e'tiborlarni qaratsinlar, profilaktikasini olib borishni, tishlarni tezda karieslarga uchrasa kariesini davolatib, vaqti yetganida vaqtida o'sha tushishi kerak bo'lgan tish agar tushib ketmaydigan bo'lsa, oldirishni maslahat bergan bo'lardim. Shunda hammasi o'z vaqtida chiqib, o'z qatoriga chiqadi tishlar. Prikusida muammolar bo'lmaydi. Tishlovlarda o'zgarishlar bo'lmaydi. Tish qatorlari to'g'ri chiqadi, mamnun bo'lib, breketlarni o'rnatishga juda ham ko'p xarajatlarga sabab bo'lmaydi. Har bir inson birdaniga albatta yuz ko'ziga qaramasa, birinchi navbatda tishiga qaraydi. Tishimga qaraydi, men sezaman bu narsani. O'shani beva uyalmasdan, ana shunaqa bo'lishi kelajakda siz ham mana bizning yoshimizga yetganda shunaqa uyalmasdan chiroyli ishlaringiz bo'lishini xohlasangiz, aziz ayollar, opa-singillar, bolalaringizni hozirganoq Abdulfayz shifokorimiz oldiga olib kelinglar, maslahatini olinglar va buni kechiktirishni hech ham haqqingiz yo'q kechiktirishga, chunki bu kutmaydigan narsa. Bektemir turasizmi? Bektemirda menimcha Bektemir tumanida men bilgan shu Abdulfayz borda. Ha. O'shaning uchun ishonchli bo'lganligi uchun ham mana hozir men keldim. Kelgandan beri endi suhbat uyushtirishga muvaffaq bo'ldik. Ungacha navbat turibdi. Yigitlar, ayollar, qizlar, yosh katta, ulug' yoshli otaxonlar sifatidagi mijozlar o'tirishdi, bir-biriga navbat olib, bir-biridan qarangki, mana demak buni natijasi bor ekanki, haqiqatdan natijasi bo'lgan ekanki, mana shunchalik bizda o'sha navbat olishlar bo'lib turibdi. Men xursandman bundan. Xalq xizmatidan charchamang. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan gal shu natijalarni ko'rib, o'sha jarrohlik jarayonlarini ko'rsatamiz degandik. Mana hozir sizga bir qisqa video lavhalarni ko'rsatamiz. To'g'riroq men o'zi qo'rqaman, o'shaning uchun ham shifokor bo'lib olganman. Meni ko'pchilik rejissyorlar shifokor roliga chaqirishadi-yu, lekin o'zim bu narsadan qo'rqaman, o'sha qonni ko'rishdan qo'rqaman. Lekin amallab shu narsani montaj qildik va shuni hozir ko'ringlar, qisqagina yoshli bir mijoz kelgan ekanlar, 60 ta oshganlar. Shularni hozir operatsiya jarayoni bo'lib o'tdi, jarrohlik jarayoni. Shundan qisqacha bir lavha tomosha qiling. Shu xususda ham qisqa to'xtalsangiz. 60 yoshli otaxonimiz bundan oldin bir 5 yil oldin implantatsiya o'tkazganlar. Ular o'sha bu amaliyotni ko'rganligi uchun ularda qo'rquv,
unaqa o'ylovlar bo'lgani yo'q. Ular aytdilar bizga shu implantatsiya jarayonini o'tkazganman, yana implant qo'yishim kerak deb kelganlardan keyin yana 3 ta implantatsiya amaliyoti o'tkazdik. Yana bor hali ularni nimalari yo Hozir уже bo'ldi. Bo'ldi. Chap tomondan 3 ta implantatsiya amaliyoti o'tkazildi. Og'riqlar sezmadilar. O'zim shu jarayonni guvohi bo'ldim. Suratga olish jarayonida o'zim bo'ldim. Haqiqatan o'zi mana shu stol juda qo'rqinchli aslida. Qo'rqardim. Men shu jarayonni ko'rib, to'g'rirog'i bu otaxonni matonatiga qo'yib qoldim. Hech qanaqa qimirlashuv, oyoqlari ham jim, bir xilda oyoqlar bir narsa bo'ladi, bir asabiylashadi, boshqa bo'ladi. Yo'q, jim. Keyin jarrohlik jarayon tugagandan keyin ham chiroyli gapirib, bemalol gapirib, rahmatlarni aytib, tashakkurlarni bildirib, bir ancha suhbat qilib keyin chiqib ketdilar. Men haqiqatan qonib qoldim. Hech qanaqa og'riq sezilmadi. Hech qanaqa bezovta bo'lish holatlari bo'lmadi. Men o'zim guvoh bo'ldim. O'shaning uchun haqiqatan mabodo ertaga endi bunaqa bo'lmasin-u, mabodo bir narsa bo'ladigan bo'lsa ham, men bemalol kelib shu jarrohlik stoliga yotib, o'zimni o'sha nimani topshirishim mumkin, tishlarimni, jag'larimni. O'shaning uchun qo'rqinchli hech narsa yo'q, kelinglar. Suhbatimiz yakunida yana qanaqa takliflaringiz bormi? Taklifim bizga bularni xirurg, stomatolog bo'lgani juda qulay. Borib yurmaymiz uzoqqa. Kelamiz, uyimizga yaqin. Kichik operatsiyalarni ham shu o'zida qilib jo'natadi. Shunisi juda qulay, shuni ham hisobga olinglar. To'g'ri. Haqiqatan bir xilda xirurgiyani boshqa joyda, boshqa joyda tish davolash, oqartirish yoki o'sha implant bu briketlar qo'yishga boshqa joyda qo'yishadi, lekin bularda hammasi kompleksda. Kompleks. O'sha xirurgiya ham, jarrohlik ham, tish tozalash, oddiy tozalash ham boshqasi hammasi bitta joyda. Albatta bitta joyda. Shuni hisobini olinglar. Biz oldin borardik, u yoqqa yugurib borib, anaqa qilib kelardik. Uzi degan narsalar oldin bitta joyda bo'lmasdi. Hozir hammasi bitta joyda. Kelamiz. Shu o'g'limni ham kichik operatsiya qildilar. Bir kunda og'riqsiz, hozir yaxshi bo'lib ketdilar. Bizga juda qulay shu tomoni. O'zingizni takliflaringiz tomoshabinlarga, siz bo'lajak mijozlaringizga. Mijozlarga endi hech qachon tishlari og'rimasin deyman. Ya'ni og'rib qolsa ham muammo yo'q, qilib o'tirmay murojaat qilishlarini tavsiya beraman. Qadrli do'stlar, demak bizani navbatdagi qisqacha suhbatimiz yakuniga yetdi va o'ylaymanki, bu bir marta yoki ikki marta emas, chunki biz haqiqiy jarrohlik jarayonlarini keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rsatamiz. Haqiqiy o'sha men ko'rganman-ku, tishlarni olib qo'yib, o'sha o'zini jonli tishlarini olib, unga o'sha tishlarni yangi tishlarni qo'yish yoki o'sha milklarni kesib operatsiya qilib jarrohlik yo'li bilan qo'yish jarayonlarini hali ko'rsatib o'tamiz. Ko'pchilik bordi yurtdoshlarimiz orasida bunaqa qo'rquv bilan shu tishlar shunaqa holat kelib qolgan mijozlar bor. Shunaqa yurtdoshlarimiz bor. Ana o'shalarga qarab aytmoqchiman. O'shaning uchun hali biz ham ko'p to'xtalamiz bu mavzuda. Maryamxon o'rnida boshqalar bo'ladi hali yana shunaqa davolanganlar, mamnun bo'lgan mijozlari bo'lishadi va o'ylaymanki, bu oxirgisi emas. Navbatdagi sonlarda uchrashishga qarashamiz va murojaat qiling, qo'ng'iroq qiling, keling shu manzil bo'yicha va shifokor Abulfayz Oliyevga murojaat qiling. Instagram sahifasi bor, Instagram sahifasiga bemalol yozishingiz mumkin. Agar eslatib qo'yaman, mani nomimdan kelib, bir xonada nomimdan keldik desanglar, yaxshigina chegirma bilan sizlarga xizmat qiladi. To'g'rimi? Rahmat, sog' bo'ling. Ishingizga omad, siz ishingizga sog'lik.
ishlaringizga ham omad. Sog' bo'ling. Rahmat.